Muborak Ramazon oyini munosib tarzda o'tkazish to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori. 2026-yilda muborak Ramazon oyining boshlanishi 19 fevral kuniga to'g'ri kelishi haqidagi O'zbekiston musulmonlari idorasining axboroti ma'lumot uchun qabul qilinsin. Ikkinchi, Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari din ishlari bo'yicha qo'mita, O'zbekiston mahallalari uyushmasi, Ijtimoiy himoya milliy agentligi, O'zbekiston faxriylarining ijtimoiy faoliyatini qo'llab-quvvatlash nuroniy jamg'armasi va boshqa hamkor tashkilotlar bilan birgalikda mamlakatimizda Ramazon oyini milliy an'ana va qadriyatlarga mos tarzda o'tkazishga doir chora-tadbirlarni amalga oshirsin.